Assalamu alaykum hörmətli televizor kögüçülər. Assalamu alaykum hörmətli televizor kögüçülər. Uyghur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşündən qarşı alırıq. Aldı bilan xəbərlərimizin mühim məzmunlarını tanışdırırıq. Xitay Deniz Armiya bayramı üçün Uyghurlarni məcburi qaytardı. Roshan Abbas xanım erkinlik jantısı mükafatıga erişdi. Atatürk aerodromidan ən axırqı yo'lovchilar aeroplani uçdu. Yangi aerodrom umumyüzlük ishga kirishtirildi. İstanbulda mevcudiyetimiz ve mecburiyetimiz namlıq leksiya fəaliyyəti ötküzüldü. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xi Jinping Shandong Qingdaoda ötküzilgan Xitoy armiya bayrami munosabati bilan shu yerda ishlaydigan Uyg'ur ishchilarni qattiq kontrol qilib nazoratga olgan. Hamda ko'pinchilarni majburiy yurtlarga qaytargan. Xitoy Xinhua torining xabarida bu yil Xitoy Kommunistik partiyasining qurilganligining 70 yilligi. Shundaqla 23 aprel Xitoy Ozodlik armiya dengiz armiyasining qurilganligining 70 yillik xotir kuni bo'lib, shu kunda Shandong Qingdaoda cho'ng ko'lamli tabrik faoliyat o'tkazilmoqchi. Shundaqla ko'plagan davlat munosabatlik arboblarni taklif qilgan ekan. Shu munosabat bilan Xitoy hukumatining navbatdagi muqimlikni saqlash yanada favqulodda cho'ng bir siyosiy vazifaga aylangan bo'lib, Qingdao jamoat xavfsizlik idorasi cho'ng kichik korxonalarga ishlatgan Uyg'urlar bo'lsa darhol o'z yurtlariga qaytarishni uqtirgan va nuqtaliq nazorat obyektiga aylangan. Aprel oyida Qingdaodagi bir korxona mas'uli o'zining ko'p qatam soqchilar tomonidan zavodida ishlayotgan 50 dan ortiq Uyg'urlarni darhol qaytarishni talab qilganligini aytgan. Sababi bo'lsa Uyg'urlar jidalxo'r degan. Mazkur korxona mas'uli iqtisod ziyon tortishni xohlamay Uyg'ur ishchilarni qaytarishni xohlamagan. Lekin Turishliq rayon soqchi idorasi, amalliq nazorat qilish idorasi, o't o'chirish qatorliq bir qancha o'rin birlikda bu korxonaga besim ishlatib, majburiy amalliq qo'g'dash asboblari, tikanlik to'rsim oldirib, o'rinsiz 40 ming yuandan ortiq xalq pulini sarf qildirgan. Hamda behuna bahona sabablar bilan arakanda qilib besimni kuchaytgan. Korxona mas'uli oxir bardoshlik berolmay amalsiz Uyg'ur ishchilarni qaytarib, afsuslangan holda Uyg'ur ishchilarining nihoyat yaxshi kishilar ekanligini, ishni puxta qiladiganligini, boshqa ishchi xizmatchilar bilan inoq o'tadiganligini, zavoddagi avangard kishilar ekanligini aytgan. Qingdao soqchilari qaytarilgan Uyg'urlarning o'z yurtlariga ketganligini isbotlash uchun qaytgan bilet, kimlik, Turishliq soqchixonaning isbotini birlikda rasmga tortib, avatib berishni talab qilgan. Har qanday sabab bahonalar bilan yurtlar qaytarilgan Uyg'urlarning hammasi qayta tarbiyalash markazlariga qamalganligi ma'lum bo'lgan. O'tgan yil mart oyidan boshlab Qingdao korxonalarida ishlayotgan Uyg'urlar qattiq kontrol, nazorat qilingan bo'lib, namoz o'qish cheklangan. Har kuni kechda 40 minut xanzu tili va Xitoy siyosatlarini o'rganadiganligini, dushanba kuni attiganda bayroq chiqarib, umr bo'yi Xitoy kommunistiga ishinadiganligi, har vaqt agishadiganligi to'g'risida qasam qilganligi, Markaziy televiziya xabaridan boshqa programmalarni ko'rmaslik qatorliq ish harakatlarni rasm yoki lenta qilib, da'vat soqchixonaga avatib berdi ekan. Agar kimki mazkur tuzumga moslashmasa, mas'ul nazoratchi shu kishining yurtidagi hukumatga, soqchilarga ma'lum qilib, urug' tuqqanlarni tarbiyalash o'rinlariga qamash orqali ularni bo'ysundirdi ekan. Nepal 24 saat namlıq axbarat organi Amerikanın Kaliforniya shtatida qurilgan va Nepal qatorliq Janubiy Osiyo davlatlarida erkin axborotchilikni ilgari surish maqsadi bilan qurilgan bir organ. Bu organ har yili bir qitim kishilik huquq, kishilik erkinlik va axborot erkinligi yo'lida tirishgan. Bu yo'lda to'kpa yaratgan kishilarni tanlab erkinlik jangchisi mukofoti bilan mukofotlab kelayotgan bo'lib, bu mukofot bu yil Uyg'ur faoliyatchisi Roshan Abbas xonimga berildi. Roshan Abbas xanım 9 aprel Amerika Davlat Majlisidagi guvohlik berish yig'inini oyoqlashtiribla, Kaliforniya shtatida o'tkazilgan bu mukofot tarqitish murosimiga qatnashib, Uyg'urlarning navbatda yo'liqayotgan og'ir vaziyati haqida doklad bergan va mukofot topshirib olgan. Mazkur mukofotlash murosimiga Kaliforniya shtatidagi Uyg'ur ziyolilaridan Erkin Sidiq Apandi boshchiligidagi 10 dan ortiq Uyg'ur qatnashgan. 10 milliard yevrodan ortiq mablag' selingan Turkiya İstanbul yangi aerodromi rasmiy holda umumyüzlik ishga kirishtirildi. Turkiya doiralari bu aerodromning 2028 yilga borganda har yillik yo'lovchi tashish miqdorining 200 million odam qitimga yetadiganligini mo'ljallangan bo'lib, dunyodagi eng chong aerodromga aylanadi. İstanbuldagi Atatürk aeroporti 6 aprel tong saharda oxirgi qitimliq yo'lovchilar aeroplanining uchishi bilan yo'lovchilarga xizmat qilishni to'xtatdi. Aerodromdagi 10 minglagan uskuna quruqlik yo'li orqali yangi aerodromga to'shildi. 45 soatda ilib berilgan bu to'shishga Buyuk Kuchush deb nom berildi. Bu yangi aerodromga İstanbul aerodromi deb nom berilgan bo'lib, İstanbulning Yevropa yoqasiga joylashgan. Hozir 2 uchish yo'li ishga kirishtirilgan bo'lib, yillik yo'lovchi toshish miqdori 90 million odam qitim. 2028 yilga borganda uchish yo'lini 6 ga yetkazish planlangan bo'lib, yo'lovchi toshish miqdori 200 million odam qitimga yetib, dunyodagi eng chong aerodromga aylanadi ekan. Tahlil qilinishicha, bu yangi aerodromning ochilishi Turkiyaning Istanbulni dunyo Osiyosining tuguniga aylantirishga yordam beradigan bo'lib, Dubay va Doha qatorliq O'rta Sharqdagi cho'ng tipdagi Osiyo tugunlariga xiris ilib keladi ekan.
Shuning bilan birga bu aerodromning qurilishi jarayonida nurg'un o'rmonning kesib etilishi, shundaqla aerodromning Qora dengiz bo'yiga joylashganligi uchun tuman va boshqa sabablar tufaylidan uchish bexatarligining ta'siriga uchrashi qatorliq talash tortishlar mavjud ekan. Sutuq Buğraxan İlim və Mədəniyyət Vakfı'nın o'rinlashtirishi bilan 6 aprel shanba kuni İstanbul Safaköy'de o'tkazilgan Mavjudiyatimiz və Məcburiyyətimiz nomli leksiya faoliyati muvaffaqiyatli elib berildi. Leksiya so'zlashga ustoz Sirajiddin Azizi, professor doktor Abdurashid Jalil Qarluq və doktor Mamtimin A'la qatorliq pishqadam sarxillerimizdan taklif qilingan bo'lib, İstanbulning har qaysi maktablarda o'qiyotgan o'quvchilar va İstanbulda yashayotganlardan bo'lib 300 ga yaqin kishi qatnashdi. Leksiya ustozlarning fikri bilan yoshlar va ustozlar orasidagi savol-javoblik suhbat shaklida davomlashib, yoshlarning mavjudlik shartimiz, ona tilini qo'g'dash, yoshlardagi o'qishdan qochish, Uyg'ur jamiyatidagi birlik masalalari, iymonning ahamiyati va Sharqiy Turkiston davosida plan tuzish va plan tuzalaydigan sarxillarni yetishtirish qatorliq nuqtalarda so'ralgan savollarga nihoyat atrofli javob berildi va ustozlar o'zining qimmatli tajribalarini, nasihatini so'zlab o'tdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Görüşkice aman bo'linglar. Xayri xo'sh. Allohga omonat.